Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, sog'misizlar, tuzukmisizlar, yaxshigina yuribsizlarmi? Bugun mana bizda qor yog'yapti. Bugun 22-yanvar 2026-yil. 26-yilda birinchi videosini qilyapman. Birinchi videosini nimadan qilaman? Bilasizlarmi nimadan? Oldin ham birinchisini qilgandim. Qulupnayimni ko'rsataman sizlarga. Yana qulupnay mana ko'chada. Qish bizda men podvalimda bahor. Podvalda olib tushib qo'yganman qulupnayimni. Mana turibdi, mana yerga ikkitasi turibdi. Ikkitasini podvalga olib tushib qo'ydim. Prosta eksperiment qilaman. Nima deydi? Anaqa qilaman deb ko'ray, qanday bo'lar ekan deb olib tushib qo'yganman. Podvalimga o'sib turishibdi qulupnaylarim. Chiroyli bo'lib. Mana qor yog'yapti, mazza. Hamma joy oppoq. Chiroyli bo'lib qolgan mana yerlar. Hamma joy oppoq. Qor. Podvalimni ko'rsataman sizlarga. Hozir 26-yilda birinchi videosini ham qulupnaydan ko'rsatishni boshlaysizlarga. Hozir birgalikda qulupnaylarimni ko'raman sizlar bilan. Mana hamma joy qor. Yurganga eshitilyaptim. Hamma joy qor. Ko'chalarim, mana miyatam turibdi qorni bosib. Mana qulupnayim ekkan, u ham turibdi. Qarshakka ekkan. Sizlar bilan birgalikda podvalimdagi qulupnayimni ko'ramiz. Nima bo'lyapti? Qanday o'syapti? Sizlarga ko'rsataman. Mana joyimiz qor. Hozir podvalga tushib qulupnayni ko'ramiz. Mana joy sirpanchiq. Podvalim. Bismillahirrohmanirrohim. Mana qulupnaylarim. Ko'rdinglarmi? Baklashkalarni qo'yib qo'yman. Suv tushib qulupnayga. Ko'rdinglarmi? Nima qilib qo'yganman? Suv tugab qoldi, qo'yaman. Mana shunday qomib suv tushib, suv ichib turadi qulupnaychalarim. Bo'lsa suv solib qoladi bular. Gulchalari gullab, вообще bahor bo'lib ketdi. Kateniyamga olib tushib qo'ydim-da buni. Kateniyamni sovuqda qandoq bo'lar ekan dedim, ikkitasini olib tushdim. Mana yo'q, chiroyli bo'lib gullab yotibdi qulupnaychalarim. Mana gullab qo'ygan, hammasi chiroyli bo'lib gullab turibdi. Bu yerda ham bor. Asal bo'lib turibdi. Bu yerda ham shundoq qilib olib kirib, tepasiga mana anaqa qilib qo'ydim. Lampochka qo'yib qo'ydik, mana. Chiroq tepasida. Nelarimni mana shundoq o'sib turishibdi. Allohga shukr. O'ssin chiroyli bo'lib. Gullarimni ham olib kirib qo'ydim. Ko'cha sovuq. Mana hamma joy qor. Lekin meni podvalimda bahor. Ko'chada qor, podvalimda bahor. Mana bularga suv solaman. Suv anaqa bo'lib qolibdi. Mana buni ham qaranglar, mana bunday qilib nila. Voy tushib qoldi. Nilali anaqani 2,5 shpritsda nilasini qilib qo'yganman mana. O'shanda mana suv tomib turadi. Suv oqib tomib turadi ichidan. Ko'rasizlarmi? Mana shunda ninani tiqib qo'ysanglar. Hozir suv qamab qolibdi-da. Ko'rdinglarmi? Mana suv tushadi. Tushib
suv ichib turadi, tagidan bo'lib. Mana shunday bo'lib turadi. Qurutmaychalari. Bu tomonga ham bor ekan, mana gullari ko'rdigan. Orqa tomondan. Podvolga olib tushib qo'yganman, tagiman bilan qo'ydim, suv tushadi. Chiroyli bo'lib turibdi. Gulchalari. Kunduz kun lampochkasini yoqib qo'yaman. Quyosh nurida bo'lib turadi. Kechqurun o'chiraman. Odam uni qilar baribir, kechga qoldirmayman, o'chirib qo'yaman. Anaqa kateniyamga turibdi mana. Shunaqa. Bunda tiqib qo'yganman lampochkasi. Bundan yoqib o'chiriladi. Mana. Buni o'chirdim. Buni o'chdi. Mana yoqdim. Keyin suv qo'yaman. Yani kechadan oldingi kun qo'ygandim. Tugab plashkasidagi suvlar. Yana qo'yamiz. Ko'chada qor. Rosa qor yog'yapti. Mayda. Mana bu yerda bahor. Podvolimda bahor. Shunaqa. Sizlarga bir ko'rsatay, qulupnagimni degandim. 2026-yilda boshidan yana sizlarni boshinglarni og'ritib qulupnaylarimni ko'rsataman. Shunaqa. Hurmatli obunachilarim. Hozir mana tashqari. Joyimiz kichikchama uychasiga o'tiribdi. Mana obunachilar, qor yoqqaniga yoshligimni eslab atomni yozib qo'ydim. Nilufar. Hurmatli obunachilar, Nilufar. Qor, beg'ubor qor. Mana obunachilar. O'lkamizda qish, qor. Mana shunday qorlar yog'ib, oppoq bo'lib turaversin. Tabiatimiz go'zal bo'lib. Shu bilan hurmatli obunachilar, videoning nihoyasiga yetdi. Bugun ozroq video qilay dedim sizlarga, qor yoqqani uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
har doim videolarimni ko'rib boringlar. Yana sizlar uchun yana videolar qilib qo'yaman. Videomni ko'rganinglar uchun rahmat sizlarga. Hammanglar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Charchamanglar. Yana keyingi videolarimizni ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar.